Binance birjasiga pul kirishni o'rgating, iltimos. Yana shu mavzuni, kelinglar shu mavzuga nuqta qo'yamiz. Faqat videoni oxirigacha ko'rib, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Binance birjasiga kirib olamiz. Binance birjasiga kirganingizda mablag' qo'shish menyusi bo'ladi. Shu menyuni tanlab olganingizdan keyin depozit USDC menyusiga kirasiz. Depozit USDC menyusiga kirganingizdan keyin sizga CoinPay bo'limi ochiladi. CoinPay bo'limidan faqatgina Humo karta orqali to'lov qilsangiz bo'ladi. Xo'p, Humo kartangizni to'lab olasiz, hamda to'ldirmoqchi bo'lgan summangizni kiritasiz. Sizga SMS xabarnoma keladi. SMS xabarnomadagi o'sha SMS kodni siz kiritib tasdiqlab olishingiz kerak bo'ladi. Aktivlar bo'limiga o'tasiz. Aktivlar bo'limida, spot bo'limida sizga USDC ko'rinishni boshlaydi. Ya'ni bu yerda o'sha men to'ldirgan summa ko'rinishni boshladi. Endi buni siz USDC dan USDT ga konvertatsiya qilib olishingiz kerak bo'ladi. USDT ga konvertatsiya qilish uchun savdo bo'limiga o'tasiz. Savdo bo'limida spot bo'limi sizga ko'rinishni boshlaydi. Spot bo'limidan xarid va sotish bo'limiga o'tasiz. Xarid va sotish bo'limida to'lov usulini USDC balans qilib qo'yasiz. USDC balansingizda ko'ringan summani kiritib olasiz. Hamda sotib olishda USDT turishi kerak. Xo'p, bu yoqda ham konfirm qilganingizdan keyin o'rin bo'limi yoqilib qoladi ko'pchilikda. Shu o'rin bo'limini o'chirib qo'ysangiz, spot bo'limini o'ziga kelib tushadi. Agar mabodo yoqib qolib ketgan bo'lsa, o'rin bo'limiga kelib tushadi. O'rin bo'limidan siz ishlatish bo'limini bosasiz. Ishlatish bo'limida USDT ni maksimalni tanlaysiz. Ayirboshlash manziliga spot hamyonini tanlab qo'yasiz. Spot hamyonini tanlab qo'yganingizdan keyin sizga USDT kelib tushadi. Shu tarzda CoinPay orqali qonuniy tarzda USDT sotib olsangiz bo'ladi. Hamda USDT ga konvertatsiya qilishni ham sizga o'rgatib o'tdim. Menimcha foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rib chiqamiz.